Tarixda Yamanning janubida Saba degan qavm yashagan. Son sanoqsiz noz-ne'matlar, go'zal bog'-rog'lar, barcha sharoitlar muhayyo, yerlari unumdor va serhosil edi. Hatto bir ayol boshida savat bilan daraxtlar ostidan o'tsa, daraxtdan to'kilgan xurmolar bilan savat to'lardi. Ammo ular bu in'omlarga shukrona sifatida Allohga yuzlanish o'rniga gunoh va ma'siyat tomon ketishdi. Natijada Alloh ularning bu farovon hayotini xorlik hayotiga o'zgartirdi. Alloh bu haqda Qur'onda bunday deydi: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Saba qavmi Allohdan yuz o'girdilar. Bas ustilariga Arim selini yubordik va ikki bog'larini achchiq mevali yulg'unzor bog'ga aylantirdik. Saba surasi 16-oyat. Arim so'zi katta toshlarni oqizib keladigan kuchli sel degan ma'noni bildiradi. Ba'zan hayotda mol dunyosi ko'payib, salbiy tomonga o'zgarishni boshlagan kimsalarni ko'ramiz. Ular faqirlik vaqtida namozga polvon, farz, nafl ro'zalarni qoldirmay tutadilar. Ammo afsuski, ozgina dunyoga ega bo'lishlari bilan namozga beparvo, nafl ro'za u yoqda tursin, farz ro'zaga ham dangasalik qila boshlaydilar. Alloh asrasin. Natijada Alloh taolo bergan mol dunyosini bir zumda olib qo'yadi. Yaxshilik sari o'zgarishni istasak, o'zimizni o'zgartirishimiz va yomon odat, gunohlarni tark qilishimiz lozim. Agar xayr, baraka va yaxshilikda yashayotgan bo'lsak, ushbu ne'matlar qo'limizdan ketmasligi uchun ibodat, taqvoda bardavom bo'lib, yanada Alloh sari yuzlanishimiz talab etiladi. Ammo aksini qilsak, Alloh qo'limizdagi noz-ne'matlarni olib qo'yadi. Alloh, azizligim va buyukligim, arshdan oliyligimga qasamki, qishloq ahli bo'lsin, bir xonadon ahli bo'lsin, yoki chekka joydagi bir odam bo'lsin, men yomon ko'rgan ma'siyat va isyondan, men yaxshi ko'radigan toat va ibodatga o'tsa, o'zini o'zgartirsa, men u yoqtirmaydigan azobimni u yaxshi ko'radigan rahmatimga o'zgartiraman, deb marhamat qiladi.